Tak. Bugun nima ham o'ynardik? Surgeon Simulator o'ynaymiz, hammadan kech qolib. Bemor xavotirona, siz meni qo'lim ostidasiz. Mana ustingizdagi olaylik-chi. İçizgi qo'limni tutib oldim. Brat uzr qiyvor. Хорошо. Tak. Sen hali ham qanday tiriksan, ey? 1 minute later. Ana bismillah. Yaxshilab, Hoppa, qon ketdi. Tak. Ara variant emas ekan. Yo'qot. Bismillah. Qani. Qani, Хорош bo'libdi. Давай. Ana. Bol. Buni qayt ovoz yo'qmidi. Tak. Brat as-sekin hozir endi mana buni vedreza olamiz. Tushunman. Yana bittasi qolib ketibdi. Hozir hal qilamiz. Salberro. Voy. Yo'q, qon ketibdi. Hozir brat 1 minut. Oshqozonga urdim. Oba. Yo'qol. Buni olib tashlab bo'lmas ekan. Qani, qo'lim yetmabdi. Brat sizga pizz. Yurak qani? Brat, yuragingizni yo'qotib qo'ydi, yuragingizni, brat. Menga yurak kerak. Yurak. Hoppa. Qon ketibdi. Tezroq bo'lish kerak. Davay, och buni. Och konteynerni, blять. Odam o'libdimi aytdi. Yurak. Qani. Bu yoqqa. Tak, as-sekin. Qani. Brat, Alloh akbar bo'l. Tak, bu safar hammasi yaxshi bo'ladi, brat, xavotir olmang. Siz jim yotsangiz bo'ldi. Nima bo'lyapti? Brat meni joska tepibdi. Bu holatda brat chiqarib qo'yma. Mayli. Bismillah. Stop. Postlik haqida olgan videoyim 21 ta. Undan oldingi videoyim esa naqd 152 ta prosmotr yig'gan. Shuning uchun sizlarga katta rahmat. Agar videoni bu joyigacha ko'rgan bo'lsangiz, aynan qaysi o'yinni ikkinchi qismini qilishim xohlagan bo'lardingiz, shuni kommentariyaga yozib qoldiring. O'pdim. Xayr.